Assalomu alaykum hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan arab tilidagi yumshoq ha, ya'ni halqum tubidan chiquvchi ha harfi haqida gaplashamiz. Bu harfning har doimgidek yozilish xatiga e'tibor bera olamiz. Har bir harf o'zbek tilidagi, arab tilidagi har bir harf 3 katakda yozilgani kabi arab tilidagi halqumning tubidan chiquvchi harf ham 3 ta katak orqali yoziladi. O'shani birinchi alohida ko'rinishiga e'tibor bera olamiz. Birinchi o'rinda alohida ko'rinishi mana. Ya'ni 3 ta katak bo'ladigan bo'lsa, o'rtasida yoziladigan harf hisoblanadi. Endi so'zni boshiga e'tibor beradigan bo'lsak, endi so'zni boshiga qaysi tarafdan boshlab olishimizni bilishimiz kerak. Bu yoqdan boshlaymiz. Bundoq qilib o'tib ketamiz. Ya'ni bu katak bo'ladigan bo'lsa, shu katakdan chiqmaydi. Hech qayerga chiqmagan holatda hosil bo'ladi. So'zni o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, so'zni o'rtasida keldik, tepaga chiqamiz va bu holatda o'tib ketib qoladi. Ya'ni o'zidan oldingi ham va o'zidan keyingi ham ulanadigan harf hisoblanadi. Alohida ko'rinishi, so'zni boshida ko'rinishi, so'zni o'rtasida ko'rinishi va so'zni oxirida ko'rinishi. Ha harfida 4 ta sifat bor ekan. Hams, jarangsiz, roho va sirg'aluvchi, istifola, ingichka, infitoh, ochiq sifatlarga ega. Arab tilida 3 ta ha bo'ladigan bo'lsa, bu o'rta ha, xo harflari bo'lsa, bu uchalasi 3 xil holatda hosil bo'ladi. Ya'ni bu halqumning yuqori qismidan xo, xi, xu bo'ladigan bo'lsa, bu halqumning o'rtasidan sirg'alish kerak. Ha, hi, hu bo'lsa, bu harfni mahraji halqumning quyi qismidan ha, hi, hu holatda hosil bo'ladi. Endi buni oson holatda chiqarib olish uchun ko'pincha, ya'ni bizda buni nimadirga qiyoslab, bizdagi bor narsaga qiyoslab chiqaradigan bo'lsak, oson holatda hosil qilamiz. Bu harfni ko'pincha kimdir bilan suhbat qilgan holatimizda nima deymiz? Kimlarning gapini tasdiqlash uchun ha deymiz. Ko'pincha buni kim ishlatadi? Ayollar ishlatadi. Ya'ni kimdir gaplashadigan bo'lsa, kimdir bilan suhbat bo'ladigan bo'lsa, nima deydi? Yoki telefonda gaplashgan holatda ha deydi-yu. Eminni o'sha, ya'ni faqat o'sha harf hisoblanadi bu. O'shani faqatgina harakatli holatda hosil qiladigan bo'lsak, ya'ni bu holatni biz oson holatda, bu harfni oson holatda hosil qilib olishimiz mumkin. Hech kim gaplashganda yoki kimdir bilan gaplashganda yoki demaydi. O'sha paytda hamma aytadiki, ha deb halqumning quyi qismidan hani chiqarishni boshlaydi. Faqatgina bu harfni fathali holatda yoki kasroli holatda yoki bommali holatda chiqarib oladigan bo'lsak, oson holatda chiqaramiz. Buni hech qanaqa halqumning quyi qismiga ham, halqumning o'rta qismiga ham, halqumning yuqori qismiga ham sirg'altirib qo'ymasligimiz kerak bo'ldi. Ya'ni bo'lib qolmasligi kerak. Oddiy holatda yengil ha, hi, hu holatda hosil qilishimiz kerak. Demak, sizlar bilan bugun misollarni ko'rib chiqamiz. O'qiyman. Sizlar eshitib qaytarishga harakat qilasizlar. Ha, hi, hu, hab, ham, hal, huwa, hiya, hum, zuha, aham, wahab, lahab, waham, lahum, bihim, minhu, minhum, ilayhi, ilayhim. Yuqorida berilgan matnlarni ko'proq takrorlash orqali yoki ko'proq eshitish orqali sizlarda arab harflarini arabiy holatda chiqarish imkoniyati yaxshilanadi. Shu sababli sizdan ko'proq eshitib, ko'proq qaytarishimiz kerak bo'ladi. Bugungi yumshoq ha harfimiz shulardan iborat edi. Salomat bo'lasizlar.